Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 2025-yilda o'qigan kitoblarimdan top 5 tasi haqida gapirib beraman. Nimaga bu videoni chiqaryapman? Oralaringda kitob o'qimoqchisizlar, lekin qaysi kitobni o'qishni bilmayapsizlar. Yoki bir nechta kitob variantlar bor o'qish uchun, aynan qaysi birini tanlashni bilmayapsizlar. Mana shu holatlarda foydali video qilishga harakat qilaman. Bu videoda sizlar bilan 5 ta kitob haqida gaplashamiz. Bu kitoblar turli yo'nalishlarda, ba'zilari badiiy asar, ba'zilari hikoyalar, qissalar to'plami. Lekin mana shu hozir gaplashadigan 5 ta kitobimiz 2025-yilda o'qigan kitoblarimdan shu 32 ta kitob o'qib chiqqan bo'lsam, eng zo'rlari, ta'sirliligi jihatdan, foydaliligi jihatdan eng zo'rlarini tanlab oldim. Demak, videoda kitoblar haqida 1-2 og'iz gapirib o'taman. Chuqur kirmayman, chunki o'zlarining o'qishlari kerak bu kitobni. Qiziqtirish uchun 1-2 og'iz gapirib o'taman. Aynan mana shu kitobni nega o'qishingiz kerak? Mana shu bo'yicha 3 ta sabab keltirib o'taman har bitta kitob bo'yicha. Birinchi kitobimiz Abu Hamid G'azzoliy qalamiga mansub G'azab va hasad. Bu kitobda g'azab va hasadni ta'rifi keltirilgan. Ya'ni g'azab o'zi nima? Hasad o'zi nima? Uni kelib chiqish sabablari, inson g'azablangandagi tanadagi tabiiy holatlar, ongidagi holatlari, nimaga aynan g'azab va hasad? Chunki bu kitobda g'azab bilan hasadni bir-biriga bog'lab tushuntirganlar. Bu kitobda keyin aynan g'azab va hasadni yengish tavsiyalar keltirilgan. Nimaga bu kitob o'qish kerak degan savolga keladigan bo'lsak, bu kitob omma uchun yozilgan. Hamma mavzularda tushunarli qilib yozganlar. O'ylashingiz mumkin, g'azab ham bir kitob holiga keltiriladigan mavzumi deb. Buni o'rganishimiz kerak ekan, ya'ni buni orqasida shunaqa oqibatlar kelib chiqishi mumkin ekanki, agar biz e'tibor bermaydigan bo'lsak, uni vaqtida muolaja qilmaydigan bo'lsak, yomon oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu vaziyatlar hammasi sodda, tushunarli, ta'sirli qissalar ko'rinishida keltirilgan. Ya'ni uni kitob o'qirkansiz, siz hayotingizda bo'lgan bu voqealarni eslaysiz, ko'rgan, boshingizdan kechirgan voqealarni eslaysiz. Bu sizga yana ham ta'sirliroq bo'ladi. Bu kitobni o'qishga yana bitta sabab, bu kitobda yondosh mavzular ham tushuntirilgan. Masalan, nafs tarbiyasi, insonni bu hayotga kelishdan maqsadi, yashashdan asosiy maqsadi. Mana shu mavzular ham yoritib ketilgan. Faqat g'azab va hasad bilan cheklanmagan. Mana shu sabablarga ko'ra bu kitob o'zi kichkina bo'lsa ham, lekin juda ham foydali, juda ham manfaatli kitob. Keyingi kitobga keladigan bo'lsak, keyingi kitobimiz Ibtido romani. Bu Dan Brown qalamiga mansub. Dan Brown juda ham mashhur detektiv deymizmi yoki bir ilmiy mavzularni qorishtirib, shunaqa shiddatli jadal mavzular bilan kitob yozadigan yozuvchi deb taniymiz hammamiz. O'sha Farishtalar va iblislar, Da Vinci kodi, Raqamli qal'a kitoblari bilan mashhur yozuvchining Ibtido romani. Bunda ham hozirgi zamonimizdagi dolzarb mavzulardan biri texnologiya asosiy mavzu deb tanlangan. Dan Brown o'zi Robert Langdon seriyali kitoblari bor, ya'ni ba'zi bir kitoblarida mana shu professor qatnashgan. Bu kitob ham shu seriyadagi kitoblarga kiradi. Bunda Langdonning bitta shogirdi bo'ladi. Bu shogirdi qanaqadir olamshumul bir ixtiro qilgani haqida xabar beradi. Biz qanday paydo bo'lganmiz va oxirimiz qanaqa bo'ladi, qayerga qarab ketyapmiz. Buni e'lon qilish uchun alohida bitta konferensiya tashkil qiladi. Lekin konferensiyada shu Robert Langdonning shogirdi, ya'ni Kirsh ismli ixtirochini otib ketishadi. Hammasi mana shu atrofda sodir bo'ladi. Uni kim otdi, nimaga otdi? Langdon bilan o'sha bir ayol, mana shu mavzuni ochgungacha bo'lgan voqealar tasvirlangan. Endi bu kitobda ham shu o'qish uchun sabablarni keltirib o'taman. Birinchisi, voqealar shiddatli, jadal. Ya'ni hech qanaqa zerikish bo'lib qolmaydi. Shunday bir o'qiysiz, o'zi 700 betga yaqin kitob, o'qishni boshlaysiz, to'xtamasdan o'qish ehtimoliyiz katta. Ya'ni juda ham qiziq, voqealar bir-biriga bog'liq, hammasi savol bo'lib boradi. To'xtatish qiyin. O'zingizni mana shu mutolaadan to'xtatish qiyin. Hozirgi zamonga bog'liq, ya'ni o'sha sun'iy intellekt obrazi bor dedik. Hozir mana juda ham hype bo'lib borayotgan sun'iy intellekt. Bu kitob sun'iy intellektni yaxshi va yomon tomonlarini tushunishga ham yordam beradi. Faqat yaxshi tomonni ko'rsatilayotgan bo'lsa sun'iy intellektni, lekin bu romanda bir yomon tarafiga ham nazar tashlangan. To'g'ri, endi 100% bunaqa bo'ladi deb bo'lmaydi. Lekin qaysidir ma'noda
kelajakda sun'iy intellekt shu darajaga yetishi mumkin. Yana bitta bu kitobni o'qish muhimligi bu ilm fanni qamrab olgan. Ya'ni asosiy mavzulardan biri qadimdan beri ilm bilan din o'zaro chiqishmasligi, bir-biriga qarama-qarshiligi. Endi hozir unaqa emas. Oldin shunaqa bo'lgan. O'sha astronomiya bilan shug'ullangan olimlarni yoqib yuborilganligi, shu mavzular hozirgacha davom etayotgan jihatlari ham bor. Shuni ham qamrab olingan. Bu o'sha ilm fan aslida din bilan qarama-qarshi emas, bitta maqsadda ekanligini ham qaysidir ma'noda tushuntiradi. Hop, keyingi kitobimiz Said Ahmad qalamiga mansub Yo'qotganlarim va topganlarim kitobi. Buni roman deb bo'lmaydi, bu xotira kitob desak bo'ladi. Said Ahmad o'zini boshdan kechirganlari so'zlaydi bunda. Asosiy qahramon shu o'zi va ko'rganlari. Kitobning nomi Yo'qotganlarim va topganlarim. Nimaga yo'qotganlarim va topganlarim? Yo'qotganlarim deb Said Ahmad ustozlari haqida gapiradi. U yerda o'sha Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom, Oybek kabi o'zbek adabiyotini eng zabardast vakillarini keltirib o'tadi. Topganlarim deb shogirdlari haqida ma'lumotlar berilgan. Bu kitobni juda ham muhimligi shundaki, bu o'zbek adabiyotini ichkaridan kuzatishingiz mumkin. Masalan, hozir siz badiiy romanlar o'qiysiz, qisqa maqolalar o'qishingiz mumkin, o'sha yozuvchining biografiyasi. Lekin Said Ahmad shunaqa yondashganki, o'sha odamni hayotida bo'lgan va hech qayerda yozilmagan voqealar. O'sha Abdulla Qahhor qanaqa odam bo'lgan, uning shaxsiyatiga murojaat qilingan. Adabiyotdagi roli qanaqa, adabiyotdagi talabchanligi qanchalik bo'lgan. G'afur G'ulomning hayotida qanaqa voqealar bo'lgan, uni o'sha hazilkashligi, xushchaqchaqligi, juda ham gapga ustaligi, u davrida o'sha asosiy notiq, asosiy so'zlovchi u bo'lib qolishi har qanday davrida. Mana shu jihatlarga e'tibor berilgan. Va yana eng asosiy joyi o'sha biz sevib o'qiydigan mashhur asarlari, masalan, G'afur G'ulomning Yodgor qissasi yoki Abdulla Qahhorning o'sha yozgan romanlari, hikoyalari, masalan, O'g'ri, Bemor, Dahshat degan hikoyalari bor, juda ham ta'sirli. Mana shu asarlar qanday bunyod bo'lgan, qanaqa holatlarda yozilgan, qo'lyozmalari qanchalik katta bo'lgan-u, bizga kelgan, shu o'quvchiga kelgan holati qanchalik kichkina bo'lgan. Mana shu joylarini ham yoritilgan. Topganlarim misolida masalan O'tkir Hoshimov haqida gapiradi, Xudoyberdi To'xtaboyev haqida gapiradi, Said Ahmad o'zining rafiqasi Saida Zunnunova haqida gapiradi. U yozgan asarlari, she'rlar, qissalar, romanlar qanday qilib dunyoga kelgani, qanday yozilgani haqida gapirib beradi. Bu orqali siz o'zbek adabiyotiga chuqur kirishingiz mumkin. Ya'ni o'sha o'qiyotgan asarlaringiz darajasi ham oshib ketadi, chunki u qanaqa qiyinchiliklarda yozilgan, aslida nima ma'no yozilgan, mana shu jihatlarini ko'rib siz o'zbek adabiyotiga yana ham mehringiz oshadi. Bu kitobda o'sha muhimligi shunda, ya'ni o'zbek adabiyotini ichkarisidan tomosha qilishga yordam beradi sizga. 4-kitobimiz Ona tarbiyasi, Aziz Nesin qalamiga mansub turkiyalik yozuvchi bu. Ona tarbiyasi kichkinagina kitobcha, ichida hikoyalar va bitta G'aroyib bolalar degan roman joylashgan. G'aroyib bolalar o'qiganimda juda ham qattiq ta'sir qildi. Ahmad va Zaynab ismli bolalar 5-sinf adashmasam, shu bolalar misolida bir-biriga xatlar yozishadi ular. Shu xatlarni ketma-ketligi bu yerda. Muhimligi nimada? Muhimligi yosh bolalar kattalarni qanday ko'radi? Kattalarning ba'zi bir ishlari yosh bolalarga qanday ta'sir qiladi? Masalan, kattalar o'zini oqlashi mumkin ba'zi bir ishlarni qilib, lekin bolani ongida, bolani tasavvurida u o'chmas iz qoldirishi mumkin. Masalan, ota-ona yolg'on gapirma deb tarbiya berayotgan paytda o'zlari yolg'on gapirishi mumkin. O'zlari sezmasligi mumkin. Bolam bilmayapti-ku deb. Yo'q, mana shu jihatlari bolada seziladi, o'chmas iz qoldiradi. Ya'ni ularda ham shunaqa biased deydi, ya'ni qarama-qarshilik bo'ladi. Ota-onamiz o'zi bunaqa deyapti-yu, lekin bunaqa qilishyapti. Endi bitta yolg'on misolida aytib berdim. Bu o'sha romanda juda ham ko'p bunaqa vaziyatlar, o'sha bolalarini qaytaradi, lekin o'zi qiladi. Yoki kattalar ham qanaqadir
mantiqsizliklar qilishi haqida yozilgan bu romanda. Yana bitta o'ziga xos jihati, bu 5-sinf bola deylik, shunaqa fikrlaydi, shunaqa voqealarni tasvirlaydi, shunaqa voqealardan xulosa chiqaradiki, buni o'sha yosh bolalar o'qisa, bitta tengdoshi bitta voqeadan shunaqa xulosa chiqarganini bola o'qisa shu kitobda, o'zini ham mana shu voqealarni kuzatish, ulardan xulosa chiqarish ko'nikmalari rivojlanadi. Ya'ni bu kitob kattalar uchun ham, bolalar uchun ham juda mos. Uni ichida hikoyalar bor, juda ham ta'sirli hikoyalar, ya'ni jamiyatdagi jiddiy og'riqlar, muammolar shunaqa kulgili, xarizma bilan tasvirlanganki, hikoyada siz hikoya o'qib uni tushunishingiz uchun ozgina vaqt kerak. Birdaniga xulosa chiqara olmaysiz. Masalan, qarg'alar saylagan podshoh yoki ona tarbiyasi hikoyalari juda ham ta'sirli, o'quvchida shu o'yga toldirib qo'yish xususiyati bor. Oxirgi kitobimiz, 5-kitob, bu Najot. Afsona qissasi, Pirimqul Qodirov qalamiga mansub. Juda ham kichkina kitob. Bir o'tirishda o'qib chiqsangiz bo'ladi, chunki juda ham qiziqarli kitob ekan. Mana shu kitobni o'qib qandaydir xursand bo'ldim, chunki o'sha yil davomida o'qigan kitoblaringiz jiddiy, ilmiy yoki bir nimasi bo'ladi, insonni qayg'uga soladigan, xafa qiladigan mavzular yoritilgan kitoblar bo'lsa, bu Najot kitobida men juda ham kayfiyatim ko'tarildi, xursand bo'lib o'qidim. Bu 3 ta aka-uka haqida yozilgan bu kitob. Uchalasi ham kuchli, ham ilmli bo'ladi. Ular yashayotgan o'sha podshohlikda muammolar bo'ladi. Endi bu afsona qissa deyapmiz, ichida o'sha ajdarholar, devlar obrazlari bor. Hammasi juda ham tabiiy, shunaqa qiziqarli yozilganki, o'quvchida shijoat uyg'otadi, ya'ni o'zida kuch uyg'otadi. Mana shu aka-ukalar boshdan kechirgan voqealarni o'qiysiz, qanaqadir kayfiyatingiz ko'tariladi, o'zingizda ham kuch-quvvat, ya'ni ko'chalarga chiqib nimadirlar qilib tashlagingiz keladi. Ya'ni bu yerda faollik bor. Bu yerda o'sha podshohlikda podshoh va uni vaziri, o'g'li bo'ladi. Boshida podshohning o'g'lini qutqarib qoladi, qizini qutqarib qoladi. Xalqning ichida taniladi. Ya'ni kuchli aka-ukalar sifatida taniladi. Podshohlikda o'sha 3 aka-ukani qilgan botirliklari sharafiga ziyofat uyushtiriladi. O'sha ziyofatda 3 aka-ukani podshohning vaziri, o'g'li fitna qilib o'ldirgizib yuborish rejasini qilishadi, lekin reja amalga oshmaydi. Milliyligimiz tasvirlangan qissa bu. Ya'ni o'qisangiz o'sha o'tmishdagi xalqimizni hayoti ham ko'z oldingizda gavdalanadi bir ma'noda. Nimaga bu kitobni o'qish kerak desak, milliyligimiz aks ettirilgan dedik. Ya'ni bu yerda o'sha oila mavzusi, aka-ukalarni o'zaro ahilligi, do'stlik, ishonch, qanaqadir atrofingizda yaxshi odamlarni jamlash, agar yomon odamlar jamlanib qolsa, qanaqa oqibatlarga olib keladi. Shunaqa mavzular yoritilgan. Shuning uchun ham bu kitobni o'qish muhim. Bu yerda yana ilm va jasoratni g'alabasi, ya'ni u aka-uka faqat ilmli bo'lmaydi yoki faqat botir bo'lmaydi, ular bir-birini jamlagan bo'ladi. Ya'ni bundan xulosa kelib chiqadiki, inson faqat ilm olishga emas, balki bir kuchli bo'lishga, sog'lom bo'lishga, jasoratli bo'lishga, jasur bo'lishga ham e'tibor qilish kerak ekan. Ya'ni ilmni o'zi ham barkamollikka yetmaydi. Bu endi kitobda shunaqa tasvirlanganki, o'quvchini qiziqtiradi. Ya'ni bir vaqt o'zida ham ilm o'qishga, ham kuchli, jasur bo'lishga qiziqtiradi. Demak, 5 ta kitob haqida gaplashdik. Birinchisi o'sha G'azab va hasad kitobi, ikkinchisi Ibtido romani, uchinchisi Yo'qotganlarim va topganlarim xotira kitobi dedik, to'rtinchisi Ona tarbiyasi, beshinchisi Najot. Agar siz mutolaani reja qilayotgan bo'lsangiz yoki qaysi kitobni o'qishni bilmayotgan bo'lsangiz, mana shu 5 ta kitoblardan bittasini tanlasangiz, bu albatta eng zo'r tanlov bo'ladi deb o'ylayman. Bu kitoblar va bundan tashqari o'sha 32 ta o'qigan kitoblarim bo'yicha kitob sharhlari yozganman. Telegram kanalda o'sha Ko'zgu kutubxonasi degan kanalimiz bor. O'sha yerga o'tib bemalol bu kitoblarni sharhlarini o'qishingiz mumkin. Unda to'liq kirganmiz, asosiy voqealar, kitobdan asosiy olingan xulosa, qachon bosib chiqarilgan, qanday bosib chiqarilgan, mana shu haqida ham ma'lumotlarni shu kitoblarning sharhida o'qishingiz mumkin. Agar qaysidir mana shu 5 ta kitobdan yoki o'qilgan 32 ta kitobdan qaysidir biriga chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, izohlarda o'sha kitobning nomini yozib qoldiring.
men o'sha kitob bo'yicha batafsil kitob sharhi qilishga harakat qilaman. Demak, videomizga yakun yasaymiz. Assalomu alaykum.